Savdoxon opa, mana qo'lingizdagi bizni Veda assotsiatsiyamizni ochkilari, grafen ochkisi. Mana bu yoningizda turgan indikator nima ekan shu? Nima natija oldingiz ochkilarimizdan? Men ochkidan natija oldim. Shu ko'zimda ham yaxshi, +2 edi, o'zi sal yaxshi tarafga o'zgardi. Boshim og'risa, boshimga topib olaman, ko'proq, tomog'im ko'p og'rib qoladi. Shunda tomog'imga topib olib yuraveraman, yaxshi, Xudoga shukr. Og'riq o'tadimi? Og'riq o'tadi. Haqiqatan o'tadimi? Qancha vaqtdan keyin o'tadi bosh og'riq? Bosh og'rig'i bir 3-4 uzoq 5 minutga qolmaydi, o'tadi, yaxshi, Xudoga shukr. Sizga yoqdi. Hatto uxlab kechasi ham ko'zimga shundoq to'qib uxlayman. Shunaqa tinch uxlaysiz, bu asablarni tinchlantiradi. Sevdingizmi bu ochkini? Ochki yaxshi, zo'r. Odamlarga tavsiya qilasiz? Tavsiya qildim. Nabiramga ham aytdim. Uni to'g'ri ko'p telefon o'ynash uchun aytdim, xursand bo'lib ham to'qib yuribdi. Rahmat, sog' bo'ling.